ھەرپى oilasidagi sirdosh do'stlar bilan tanishib qilishni xohlamsiz? Bosh yolg'iz oyoq ulanma harfining har qaysi shakllari o'zining so'zlardagi o'rnini tunishtirsam deb atadi. Qanamsa diqqat qiling. Yarışıpı Ambergül'nün atlas kengligi, çaqnap aksi aynakda echildi kengli. O'g'ri daraxt kesmoqda osta-osta. Daraxt oqi chidamay yig'lamoqda. Mehmetjon Meynat balalarga o'ch, Meynat balalar Mehmetjonga omroq. Mash'al ko'tarib kelmoqda as'ab. G'ayrat qil g'ayrat, tez nishonga yet. Siz yuqorida 3 harfning har qaysi shakllarini ko'rib bo'ldingiz. Endi bu harflarni birlashtirib bir necha so'z tuzib baqamdiq. Ne'ga ani qo'shsak na bo'ladi. Na. Te'ga ani qo'shsak ta bo'ladi. Ta. At. Aga nani qo'shsak ana bo'ladi. Ana. Aga tani qo'shsak ata bo'ladi. Ata. Bizning oila. Bizning uyda bovam, momam, opam, men va ukam qatorliq 6 odam bor. Bovam bilan momam dehqonchilik qiladi. Dadam zavodda ishlaydi. Opam o'qituvchi. Men 1-sinfda o'qiyman. Ukam nayda yig'langu. Kechqurun hammamiz jam bo'lib, kunduzi ko'rgan anglagan ishlar to'g'riliq paranglashimiz. Bugun men do'stlarim bilan o'ynag'ach, ko'rganlarimni she'r qilib yozib chiqdim. Aynak sirtar Salima, mash'al o'ynar Azmat, axlat to'kar Hanifa, As'ad polni tozlavat. Uydagilar bu she'rimni anglab meni maqtab ketdi. Bizning oila bekmi baxtlik. Hammamiz bir-birimizga kuyinamiz. Men oilamizni intayin yaxshi ko'raman.